Eshik taqilladimi? Assalomu alaykum hurmatli Hamyonbop kanalimiz obunachilari va kuzatuvchilari. Va'daga vafo qilib, Xudo xolasa biz sizlarga bir video qo'yganimizda darvozalarni uy uchun xonadonimizni ko'rki bo'lgan darvozalarni eng birinchi qo'ldan Hamyonbop narxlarda chiqarib beramiz degan edi. Va'daga vafo biz o'sha joyi manzilni topib, eng Hamyonbop narxdagilarini topib keldik. Xudo xolasa Ro'shan akamdan batafsil ma'lumotlar olamiz. Assalomu alaykum. Ro'shan aka qanaqasiz aka? Tuzumsiz, charchamasdan. Xonadon, uychilar. Finalga bo'ldilar. Rahmat. Kasbkorliklarga Alloh baraka bersin. Bizda o'zbekchilik, ko'pchilik hozirgi paytda qurilishlar bo'lyapti. Uylarni ta'mirlashlar bo'lyapti. Hammada nima deydi? Baribir Hamyonbopni izlaydi-da. Aynan shu narsalar bizani kanalda bo'lishini xohlaymiz. Bizani obunachilarimizni bizga kuzatayotganlar Hamyonbop narxda olishini va sifatligini olishini xohlaymiz. Albatta. Keldik, mana ko'rib turgan darvoza bahaybat bu nima deb nomlanadi bu? Samarqand foto restyling varianti chiqqan darvozamiz yangi ko'rinishda. Xudo xolasa 2025-yilda bu darvozamiz trendda bo'ldi. 2026-yilda ham o'zi trendini yo'qotmagan holatda xudo xolasa chiroyli chiqqan variantimiz. Xo'p, xudo xolasa Hamyonbop kanali uchun maxsus chiroyli kelishtirilgan narxlarda chiqarib beramiz. Siz narxlari kelishtirib Hamyonbop kanalidan kelgan obunachilarimiz uchun. Hop. Bularning listlari qanaqa, nima ishladi, o'rta ronkalari, shular to'g'risida bir batafsil ma'lumot berib o'tib ketsin. Xudo xolasa darvozamiz taglari shivellarda bo'lgan. Hech qanday ezilmaydi. Beton tagida qolib ketsa ham chirib yo'qib ketmaydigan holatda. O'sha pishiq materiallardan qilamiz. Yon stoykalar o'ngon brusdan bo'lgan. Bu mana stoykalar bo'lyapti. Yon stoykalar o'ngon brusdan bo'lgan. Hop, ichki qora profillarimiz 6 ga 4 1 stenada bo'lgan. Listlarimiz 1.8 plyusovoyda bo'lgan. Shuni bu 2 qavatli bo'lyapti. 2 qavatli bo'lgan. Ustida bezak listlarimiz bor. Chirxavey deydi. Shumka bo'lgan. Qoyil mana. Albatta. Qani bu shumkaning afzaliy yaxshilik tomonlari uyda qariyalar, yosh bolalar bo'ladigan bo'lsa ham, har xil holat, ob-havo, bir shamol bo'lib qolganda ham yopilib ketib qolsa qo'pol ovoz chiqmaydi. Qo'pol ovoz chiqmaydi albatta. Endi baribir bilan borib o'rnatilganda, hamma narsa qilinganda sizlar ehtiyotli tomonini ham ko'rib turib, ya'ni yopilib ketmaydigan qilib o'rnatib qo'yib berasizlar bu narsalarni. Qarang, sizlar buni davom ettirib ketaveramiz, materiallarni davom ettirib ketaveramiz. Prosta shu odamlarga qiziq bo'ladigan savolni berib o'tib ketdimmi? Ishlatilingan materiallarimiz, narsalarimiz o'rtadagi fasonlari, o'rtadagi fason listlarimiz o'sha shavel listida, ichki qora profillarimiz aytdik, hammasi o'sha qalin yaxshi materiallarda bo'lgan darvozamiz. Qani kimdir fasonni mana shu o'rtadagilarni boshqacharoq bo'lsin, guli deydigan bo'lsa, 5 xil vibrda gullarimiz bor. Qaysi variantni tanlaydigan bo'lsalar, o'sha variantga qilib beraveramiz. Katalog bor, o'zi sizlarda. Katalog bor. Katalog bor. Xudo xolasa, mana shu kataloglarni biz mana shu videoning davomida bitta-bitta qo'yib o'rnatib ko'rsatib beramiz. Sizlar tomosha qilib o'tiraverasizlar. Biz davom etaveramiz. Xudo xolasa bizga Telegramdanmi, WhatsAppdanmi aloqa chiqishadigan bo'lsa, fasonlarni to'lig'ini tashlab beramiz. Agarda menga neobычный yangicha fason kerak deyishadigan bo'lsa, chizmalargacha ham tayyorlab beraveramiz o'zimiz. Nobodda o'zligi chizma tashasiz-chi. Menga shunaqa fason kerak desa, ularnikiga ham u fasondan ham chiqarib beraveramiz. Chiqarib beraverasizlar. Muammo yo'q. Bu juda katta nechiga bo'lyapti bu? Bu darvozamiz eniga 390 bo'lgan, balandligi 370. Adnalishkasi, korobkasi holatda. Bu joylar yoniga 40 sm dan qo'shilgan. 470 bo'lgan eniga darvozamiz. Balandligi 410 bo'lgan. 410 bo'lgan. Adnalishkalari bilan. Hop, nerjavikalar qilib tepada yozuvlar bilan qilib chiqarilgan ekan. Bular ham, ya'ni buyurtmaga asosda qilingan. Ko'rib turganlarda eshikni juda ham bahaybat, ham fasoni ham juda chiroyli bo'lyapti. Nobodda kimgadir menga bejirimroq kerak deydigan bo'lsa, yonida bejirimliklar ham bor. Bu variantda bo'ladigan darvozalarimiz ham bor. Bu nima fason deb aytiladi? Bu yangi chiqqan fasonimizda, Xudo xolasa Hamyonbop kanali uchun birinchi o'rinda chiqyapti. Boshqa kanallarda hali bo'lmagan bu. Bu eksklyuziv, ya'ni premyera bo'lyapti, ko'rib turganinglarda buni o'zi. Yangi bosilgan listlarimiz bular. 2026-yil uchun. O'rta darvoza, yonida eshikligi bo'lyapti. Addenni kalitga bo'lgan. Bu darvozamiz 4 metr bo'lganda, eniga. Balandligi 3,5 metr standart. Hop, 4 metr bo'lganda mashina kirib chiqqan alohida o'zi
ikkitadan qanotimiz ochiladi. U обычный o'zimiz uchun foydalangani отдельный kalitgamiz bor. Bu qanaqa listlar nimalardan ishlatilgan? Bu ham xuddi o'shanga o'xshaganmi? Shunga o'xshab bir qavatli bu, hali qulayroq narxda chiqadigan. Ya'ni hamyonbop. Hamyonbop. Hamyonbop narxda. Xudo xolasa, bir qavatli shtampovka varianti bo'lgan darvozamiz bilan. Hop, materiallar bruch stenkada bo'lgan. Qalin. Press apparatimiz sababi bruch stenkadan qalin listni bosib bera olmaydi. O'sha eng qalin variantida bo'lgan. Buni aloqaga chiqsa 3 xil varianti bor listlarning ham. Listni o'zida bor. Bunda ham mana bu o'rtadagi ko'rinish figuralar boshqacha yo'nalishda ham chiqarsa bo'ladi. Mana bu yerda boshqacha turibdi. Buni bu guli boshqacha bo'lyapti-da, buni to'g'rimi? Xudo xolasa 50 ga yaqin vibrlarimiz bor. Qaysi variantdan tanlashadigan bo'lsa, shu variantdan chiqarib beraveramiz. Kap bo'lishi mumkin emas. Agar darvozamiz qulay bo'lsa, misol uchun tashqi ko'rinish bir xil chiqaveradi. 3 xil summada chiqadi darvozalarimiz. Xo'p, qarang, o'zi boshlanishini necha puldan boshlab beramiz? Xudo xolasa boshlanishini xalqimizga qulaylik yaratish sifatida 500 ming so'mdan boshlab. Boshlanishi kvadrati 500 ming so'mdan boshlangan. U yog'i talab taklifiga qarab turib, o'sib boraveradi. Lekin 500 minglik ham qo'yib o'rnatib, ishlatib foydalansa bo'ladi-ku. Bo'ladi, albatta. Kafolat qanaqa bo'ladi? Kafolat bormi? Kraska jarayonlariga 5 yil garantiya beramiz. Hop, metaliga 10 yil garantiya beramiz. Yo'q, qo'yilma. Hozir aytganingizdek, o'zim men shu savolni bermoqchi bo'lib turdim. Kraskaga o'zingiz sirasi birinchi bo'lib kafolatini aytib ketdingiz. Bir xil joylarga borganimizda, ko'chaga yurganimizda ko'ramiz. O'zi bir darvoza qo'yganiga 1 yil bo'ladi-yu, lekin 1 yildan keyin ko'rsa darvozalar o'sha ranglari, kraskalari sarg'ayib, zanglab qolgan bo'ladi. O'shanga ham kafolat bormi deb so'rayman dedim. O'zingiz birinchi bo'lib kraskaga 5 yil kafolatni aytib o'tib ketdingiz. Perillar mana bunaqa bular ham o'zingizlardanmi? Ha, o'zimizdan. Bular ham buyurtma asosida chiqaveradi. Buyurtma asosida chiqaveradi. Xo'p. Ya'ni gullari har xili bor. Hozir mana shu o'zida 4 xili, mana shu o'zida 4 xil turibdi hozir. Gullarimiz bor. Endi misol uchun B1 sifatida qo'yib qo'ydik. Lekin bizga Telegramda ochadigan bo'lsa, kataloglarimiz juda ko'p. Qaysi variantdan tanlashadigan bo'lsa, hamma variantdan chiqarib beraveramiz. O'shanda bo'ylarini ham aytilingan, ya'ni buyurtmaga qarab. Bu standart 1 metr bo'lgan. Chunki perillar standarti 1 metr eng balanti. Sekin bu yoqqa qarab yuramiz, darvozalarni ko'rib, men o'zim ham Alloh hammaga nasib qilsin, chiroyli joylar qilib, ahli oilasi, ota-onasi bilan o'tirib, shu yerda yashashni, darvozani ko'rib men o'zim yuqurgim kelib ketyapti, bor-ku. Mana bu high tekstilda, bu adashmasam. Xudo xolasa o'zimiz ideyamizda darvozamiz bu. Hop, ideyada qilib turib, bu joylarda endi ko'pchilik high tech deydigan bo'lsa, bu yerlarni lazer tushunardi. Bu joylarni ham to'liq shumka holatda chiqarib berdik. Hozir bu darvozamiz 100% 2 qavat shumkali variantda chiqqan. Hop. Ro'jan aka, gapingizni bo'lib qo'ydim. Ko'pchilikga qiziq bo'ladigan savoldi. Biz hozir turgan joyimizda Namangandamiz. Biz yetkazib berish qatgacha nima, qanaqa? Xudo xolasa dastavka storovkalarimiz 12 ta viloyat besplatniy bo'ladi. Va 12 ta bo'ladi. O'zbekiston bo'ylab yetkazib olib borib o'rnatib berishlar bor. Bor, albatta. Bu o'lchab berishi, uy egasi o'zi o'lchab rasmiy aytib yuboradimi? Xudo xolasa o'zimiz ko'proq vohada yuramiz. Stanovkaga ham o'zimiz chiqamiz. O'zimiz kirib o'lchab olamiz. Va o'zingizlar o'lchab olasizlar, aniq ravshan bo'lishi uchun. Albatta. Va adashmaslik uchun men qo'yilmagan, lekin bular alohida men savol berishimdan oldincha siz hammasiga to'liq javob berib ketyapsiz-da. Bu xizmatlar alohida bo'ladimi deguncha shuni ichida bo'ladi deb, o'sha hammasiga to'liq javob berib o'tib ketyapsiz. Bu high tekstillar bo'lyapti. Bu o'zingizlarning dizaynlar. O'zimizda yangicha dizayn, o'zgartirish kiritganmiz, xudo xolasa xalqimiz uchun qulay bo'lsin degandir. 2 qavat to'liq shumka variantda chiqdi bu darvozamiz. Ranglar borasiga keladigan bo'lsa, kimdir boshqacharoq rang aytadigan bo'lsa, ranglarga muammo yo'qmi? Ranglarga xudo xolasa muammoyimiz yo'q. Обязательно ish jarayonlarini bizga darvoza buyurtma bergan insonga ish jarayonlarini tashlab boramiz. Kraska jarayon kelganda, albatta sizga qaysi kraskadan sepaylik, qanaqa holatda, rangi qanaqa bo'lsin deb turib maslahat qilib olamiz. Shu rangdan chiqsin desalar, o'sha rangdan qilib beramiz. Endi ko'pchilikda, ya'ni buyurtmachilarda norozi bo'lib, hali e'tiroz beradigan tomoni bo'lib qoladi-da. Ya'ni aytilingan kunga, muddatga yetkiza olmaslik. Qanaqa bo'lsalarda? Xudo xolasa biz hali o'z ish faoliyatimiz ko'ryapsizlar katta. Aytilgan kunga xudo xolasa ulguramiz.
ulgura olmaydigan vaziyat ham bo'ladi albatta. Ya'ni Endi- xatosiz ish bo'lmaydi. Evet. Lekin o'sha vaziyatda qo'limizdagi ish hisobini olib turib, so'roq aytamiz biz albatta. Ha, demak ishi olinayotgan o'zida boshida o'sha hisob olinadi. Chunki Hisob endi olinadi. texnika bu yerda tokda ishlanadi, svet muammo Bor. bo'lib qolishi mumkin va hokazo shunga o'xshagan narsalar bor. Albatta. Bu juda skromniy ekan Ha, bunimizda. xudo xohlasa 2025-yilda skromniy fason bo'lib trendga chiqqan darvozamizdan. Juda skromniy ekan bu lekin. Darvozamiz xudo xohlasa 2 qavat bu ham shumkali variantdan chiqqan. Atroflarida 45 gradusli karnizlari bor. Taglarida suv o'nnamaydi. Bu fason nima deyiladi endi? Bu taraq fason deyiladi. Chunki har bitta fasonning o'zini nomi bor-da. Bor, albatta. Buni 2 qavat shumkalari bilan dedingiz. Bu ham mahsulotni yetkazib olib borguncha sizlarga tushgan ya'ni taklifdan, buyurtmadan necha kun oralig'ida qilib beriladi? Bizga buyurtma olgan razmer o'lchagan kunimizdan 15 kundan 25 kungacha oralig'ida qilib beriladi. 15 kundan 25 kungacha bo'lgan oralig'ida buyurtmalarni bajarib, ya'ni olib borib o'sha qo'yib beriladi. Beramiz. Shu tomonlari bor. Endi manaqa narsa Ro'shan aka, haligi ko'cha tomonda oynasi bor odamlar bo'ladi, derazasi bor odamlar. Reshotkalarimiz. Reshotka ularga ham buyurtma bormi sizlarda? Albatta, xudo xohlasa temir bilan bog'liq barcha ishlarni qilamiz. Aha. Ulardan ham katalog bormi? Bor. Bo'ldi, katalog bo'lsa, xudo xohlasa ulardan ham tutib ko'rsatib o'tib ketamiz. Xullas, temir ish bo'ladigan narsa borki, hamma narsani xudo xohlasa Xudo xohlasa qo'ldan keladi. chiqarib hamyonbop narxda, ya'ni nimaga hamyonbop deyapmiz? Bular birinchi qo'l ishlab chiqarish o'zligida, birinchi qo'l bo'lyapti. Xom ashyodan tortib hamma narsa bemalol o'zligiga yetarli ish kuchlari bor. Va fasonlarni sizlarni buyurtmalarga asosan dizaynlari hammasini chiroyli qilib chiqarib berishadi va pastda telefon nomerlarini ko'rsatamiz. Telefon nomeriga telefon qilib aloqaga chiqadigan bo'lsanglar, o'zligidan ham so'raydigan bo'lsanglar, bizga qanaqa fasonlari bor, ko'rsatib bering, tashab bering desanglar, Telegramdan ham fasonlarni tashab berishadi. O'zingizlar o'shanchidan tanlab olasizlar. Mabodo meni o'zimni tanlaganim bor edi deb o'shani chertojini qilib ko'rsatib beradigan bo'lsanglar, sizlarni chertojinglarga asosan ham yasab qo'yib chiroyli qilib chiqarib beramiz deyaptilar. Xo'sh. Oka, nima deymiz endi? Bu narsani hozir tayyorini ko'rsatyapmiz-da. Va nima deydi? Masaluni haligi ovqat tayyorini yegan boshqa, ularni tayyorlagan odam ish jarayoni bo'ladi. Keyingi videoda shuni to'liq bitta qilib ko'rsatib ketsa bo'ladimi? Shunaqa iloji bormi? O'sha haligi payvandlash deydi, svarkadan tortib romkani olib, ya'ni shukurkalar qilinadi. Bu ham oson emas. Mana payvand qilingan joylarni olish kerak. Qo'l mehnati. O'shalarni keyingi videoda ko'rsatib, aniqlab ko'rsatib keta olamiz, aka. Xolasa keyingi videomizda o'sha boshlanishidan oxirigacha ko'rsatib beramiz. Tayyor bo'lgan holatgacha ko'rsatamiz. Xo'p, hurmatli obunachilarimiz, sizlarga temir ishdan nima kerak bo'ladigan bo'lsa, ya'ni reshotkalarmi, mana bunaqa uyi oldiga perillalarmi kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol pastki nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Ro'jon aka bular birinchi qo'l bo'lishyapti. Biz ham so'rab surishtirib, narx bulardan chiqayotgani hamyonbop bo'lganligi uchun sizlarga ilinib keldik. Alloh hammamizga nasib qilsin. Chiroyli uylarni, imoratlarni qurib, okajonim imorat quryotgandim. Menga mana bunaqa stilda, mana bunaqa razmerda darvoza kerak edi deb buyurtmalarni berib, o'sha joylarni bitkizib, ichkariga kirib ahli oilamiz, ota-onalarimiz bilan duoligini olib, o'sha yerda maza qilib yashashni Alloh hammamizga nasib qilsin. Adam yetganimizdek niyatni yaxshi qilib, Allohdan so'rasak, Allohga juda ham oson. Avtosalonlarga, bozorlarga tushib, yaxshi chiroyli zo'r mashinalarni olib bizani kanalni kuzatib borsanglar, xudo xolasa uy joylarni ham chiroylilarini qo'yamiz, shunaqa uy joylarni yaxshisini olib, darvozalarni buyurtma berib, maza qilib yashashni Alloh hammamizga nasib ro'za aylasin. Taninglar sog' bo'lsin, umringlar uzoq bo'lsin. Bizdan uzoqlashmaysizlar. Biz hozir akam aytganlaridek, keyingi videomizga xudo xolasa noldan, ya'ni boshlash, ishlash bu tayyor bo'lgungacha bo'lgan jarayonlarni ham ko'rsatib o'tamiz sizlarga. Taninglar sog' bo'lsin, umringlar uzoq bo'lsin. Doim yaxshilikda ko'rishinglar. Musofirdagilar, safardagilar salomat, sog'-salomat oila bag'riga kelib olsin. Men sal uzoqroqdaman, bu uzoqroqda ekan degan narsaga hijolat bo'lmanglar. O'zbekiston bo'ylab 12 ta viloyatga yetkazib berish xizmatligi bor. Taningiz sog' bo'lsin, umringiz uzoq bo'lsin. Doim yaxshilikda ko'rishinglar. Yangilik bilan
xalqimiz uchun yengillikdan to'xtamanglar. Tani sog' bo'lsin, umringiz uzoq bo'lsin. Like bosib qo'yamiz, bizning mehnat davom etaveramiz.